помогите, это педофилия со стороны сотрудника милиции. Hech qanaqa unaqa pedofilik, tegincholik bo'lmagan. Не, я имею право сотрудника полиции записывать. Я за это извиняюсь. Ijtimoiy tarmoqlarda patrul post xizmati xodimi voyaga yetmagan qizning nomusiga tekkani haqida yolg'on xabar tarqatgan yigit qamoqqa olindi. Holat yuzasidan o'tkazilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida xabarlarni e'lon qilgan fuqaro qo'lga olingan va ayni jarayonda ham ushbu fuqaro ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan jarayonda ham qarshilik ko'rsatgan. O'rganilgan surishtiruvlar natijasida esa bola qizning hech qanday qarindoshi emasligi, qolaversa ushbu xabarni qasddan tarqatgani haqidagi ma'lumotlar ham bor. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, yigit jinoyat ishlari bo'yicha Ohangaron shahar sudining qarori bilan 7 sutka qamoq jazosiga hukm qilingan. Shuningdek, ish hali yakunlanmagan. Yigitning ichki ishlar organi xodimining avtomobiliga jiddiy shikast yetkazish hamda yana bir qancha holatlar bo'yicha qo'shimcha surishtiruv ishlari amalga oshirilayotganligi to'g'risida ma'lumot taqdim etildi. Xo'sh, mana shunday holatlarga siz qanday qaraysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va Anxor.uz'ni kuzatishda davom eting.